davomchim meni davomchim qo'rqoq, latta qo'toq nonini ham og'izdirib qo'yadi. Xitriy latta qo'toq. Qiyimton qayib yotishini qaranglar. Qiyimton qayib ko'chini osmondan qilib yotibdi. Ana. Ko'rdinglarmi? Qo'lini qaranglar, buklab olgan. Odamga o'xshab uxlaydi. Meni davomchim mana meni yonimga chiqdi. Assalomu alaykum Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Yaxshimisizlar? Yuribsizlarmi? Bola chaqalar, uydagilar. Dalil подписчик ekanda parazit. Подписчиgiz ekanda, ha, meni sevarkanda, ichidan qalbidan sevarkan. Men o'ylardim, nimaga bu menga yopishib olgan? E'tibor bergan bo'lsanglar, natural erkaklar bir marta gapiratdi, meni yomonlab o'tib ketadi, qaytib olishmayman, deb yuboradi. Ko't bilan o'zimni ko'tga teng qilamanmi deydi. Hakatda bu opam nimaga menga olishaverar ekan desam, o'ta Rustam opam bilan birga bo'volib gapirishar ekanda. Rustamga подписка bo'lgan ekan. Aslida bular opa-singillar. Kecha menga xabar keldi. Короче, endi anaqam yo'q, faktim yo'q, gapirmayman deb gapirmayotgandim. Kecha menga сообщение keldi. Lera. Oynaga yoping. Hozir men sizlarga o'z сообщениямni ko'rsataman. Ishonmasanglar, jamadan so'ranglar, aytib beradi degan сообщение keldi kecha. Men o'sha сообщениеga ishonmadim. Faktingiz bormi? Sen meni chiqarib bormaysizmi? Ko'rsataman dedi. Yo'q, chiqar. Kechagi сообщениeni ko'rsating. Kelgan сообщениeni. Mashta qilib yozadi, o'zimizni futbolni komandadagilar, o'zimizni futbolni komandadagilarni ko'tini ochib yozadi. Qani? Это точная информация. Его все геи знают. Пусть вот этого Адама Сурейляр, я его лет 5 другой гей видел. Привет, Жасмин, привет. Привет, Жасмину передай мое сообщение. Я полонче. Это Далиль Ус, он гей. Он друг Джамы, друг Нилюфар Усмановой. У него есть парень, эскортник, Альфонс, Фарух его зовут. Мое имя только пусть не говорит. Он гей-педик. Bularni o'qimagan ekan. Значит, uyam? Значит, yigit bo'lsa uyam, to'g'rimi? Ko'rsata olmayman ekan. Shular Нариман, Джама и Далил Уз, они все подруги. Mana. Ismi ko'rinmaydi. O'qinglar. Pastda yozgan ko'ryapsizlar. Narimon, Jama и Dalil Uz, они все подруги deb yozgan, ko'rdinglarmi? Kim? Bu yerda yozishyapti. Dalil Uz, oxiya deganlardan so'ring etib berishadi ana. Bu yerda yozishyapti. Teskari ko'rinyapti deydi. Qanday ko'rinsa to'g'ri ko'rinadi. Ashitani haromini opasini ko'ring. Kecha ham kirgan ekan prямой efirga. Tinmay o'tirib deydi. Bering men ko'rayda. Ana shuni cho'rniga tiqib yuborishim kerak kirgan. Kecha ham efirimda o'tirgan ekan. Aylantirib ko'rinadi. Bering kamerani aylantirib ko'rsatay. Hoy. Сообщениeni bering, aylantirib ko'rsatay. Go'zalsiz opa. Mana qo'rqadi sizdan. Mash itim liradan qo'rqadi. Ko'rsa qaltirab qoladi. Urganmisiz deyman. Voy, hamda qaltirayapti yana. Men hozir orqasini qilib ko'rsataman kamerani. Nomer ko'rinib qolmasin. Mana o'qinglar. O'qinglar. Maytda yozgan Nariman
On gay pedik umir bitta o'rtog'i Atvicha Nariman degan Vichdan o'lib qolgan ekan. Voy ko'rinib qopti. Hay ana. Voy nima qildingiz? Ismi ko'rindi. Endi o'ldirishadi, uni o'ldirishga tushishadi endi. Ismi ko'rindi, hech qisi yo'q. Shunaqa qancha odam bor? Imi ko'rindi, hech qisi yo'q. O'zlariga o'zlari yozib olibdi nimasida. Endi jamani bilmadim, lekin men bilmayman, uni eshitmaganman. Hech fakt bo'lsa aytaman, ha shunaqa ekan deb. Menda fakt yo'q. Lekin hozir Rustamni prямой efirda ko'rib, точно убедиться qildim. Endi naturallar uchun zapadloda unaqa efirlarga kirish. Natural bo'lsa, men bilaman, naturallar uchun unaqa efirga kirish zapadlo. To'g'rimi? Natural erkakka unaqa efirga kirib, yashirinib kiradi. Boshqa profillardan kirishi mumkin ko'rish uchun. Mana menga hamma naturallar yashirinib kirishadi. Tam birovni profilidan, rasmi yo'q profildan, o'zini lichniy profildan kirish это zapadlo. Hozir вот zubday oldindan baxshiligim aytib qo'y, to'xtang. Jim, esdan chiqib qolmasa, oldindan aytib qo'yaman baxshiligimni. Ertaga istoriya qo'yadi, men emas edim, adminim kirgandi deydi. Mana eslab qolinglar meni gapimni. Meni gapimni eslab qolinglar. Eslab qolinglar meni gapimni. Men emasdim, adminim yo boshqa odam kirgandi u efirga deydi. Eslab qolinglar gapimni. Men baxshiman-ku bilaman oldindan. Keyin onamni qabrini bitta odam videoga olgan, Saida kosmetolog bilan Rustam Asha, paradist. Ismini aytsam populyarlik ketmasin, paradist videoga olgan. Bitta video o'shlarda bor xolos. O'shalar tashab bergan unga. Как poxurniga ketdim deb nima deydi? Poxurniga ketdim deb nima deydi? Erdogan kelibdi deydi. Hamma poxurni atmen bo'lib ketdi deydimi? Dalbayob. Qabristondagi hali ko'mayotgani borishgan-ku, poxurni o'lgan odamni ko'mgani. U ham turib yugurib ketib qopti, tirilib ketibdi. Poxurni tugabdi, bo'lmabdi. Poxurniga strelka laqib borami? Vangani avlodidan emasmisiz? Shunaqaroq shekilli. Lekin men anchadan beri podozrevать qilardim bu hezalagida. Вот zubdayu ham natni gapirib chiqsa ham men geylar bilan olishishni yoqtirmayman. Mana sizlarga zubdayu natni gapirib chiqadimi? Meni gapirib chiqadimi? Xotinlarning xolasini gapirib chiqadimi? Qaytib javob bermayman. Men ko'tlar bilan o'ralashishni xohlamayman. Dalil uz qaytib gapirsa men javob bermayman endi. Pistets. Men hazar qilaman ko'tlardan. Unaqa ko'tlardan, hali xotinkalach ko'tlardan. Normalniy gomoseksualistlarni yaxshi ko'raman. Pidarazlar bor. Есть gomoseksualisты, есть pidarasi. Mashlarga o'xshagan Abror Muxtor, Dalil, Rustam, anaqalardan hazar qilaman. Emchagingizni ko'rsating, qo'tog'imni ko'rsatmaymi? Deb konchinilarga kirib so'raysan. Yo birorta emchigimni ko'rsatib qo'yganimni ko'rdingmi? Shunaqa gaplar. Короче, bu оказывается всего лишь chalishma izini bor ekan. Meni pasportim bor. Turmushga chiqqan odam Turkiyada pasporti bo'lmaydimi? Turmushga chiqqan odamda, farzandli bo'lgan odamda pasporti bo'lmaydimi? Оказывается, zaksi ham yo'q ekan. Bitta ko'chadagi domlani to'xtatishib turib, yugurib olib kirib, "Iloho amin. Rozimisiz? Rozi. Iloho amin. Amin Allohu akbar. Sikishinglar" deb o'tib ketgan, mullaka o'qib qo'ygan ekan xolos. Birovni erini. Bugun bitta qiz menga yozibdi. Billa o'tirganimizda hozir men sizlarga ko'rsatdimmi? Guli, bering, o'sha efirda o'tirganini ko'rsatib yuboring. Kecha bugun menga bitta qiz голосовой jo'natibdi. Turkiyalik qiz 15 yildan beri turmush qurib o'ta, pasportlari hamma yo'g'i bor ekan. O'sha qiz menga голосовой jo'natibdi. Anu o'tirganini. Saqrang qilib qo'ying, kerak bo'ladi. Keyin, короче, mana opa o'zi keldi.
Оказывается, ko'chada bitta xotin rosa urushgan ekan, rosa urush janjal bo'lgan ekan ko'chada. Bu opa so'rasa, nima bo'ldi? Kim u xotin desa, erimi xotini degan ekan. Rosa qarg'ab ketgan ekan uni. Qani yana bittasi. Mana o'tiribdi opam efirda. Ha 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 ha. Deb o'tiribdi. Mani yetyaptilar deydi. Ha, siz aytyapman. Ashaqa degan ekan, erim xotini degan ekan, birovning oilasini buzib, bu erim заграницаga ketgan, erim заграницаga ketgan deyapti-yu, заграницаga ketgani yo'q, eri xotinning oldiga ketgan. O'zining nastoящий oilasini oldiga ketgan. Ana da yomon yoyinda rosa so'kkan deb yozyapti opa. Rosa so'kkan ekan, xotin kelib, rosa janjal qilgan ekan eshin tagiga kelib. Men emchagini ko'rsat degan, endi zaybal qilding, gapni ko'p gapirding deydi. Emchak ko'rgani kirodimi? Emchak bu yerda bo'lmaydi, bu yerda xotinlarda g'iybat bo'ladi. Pashol naqo'y bilad. Onangni emganingda o'shanda emchak ko'rgansan, bo'ldi, yetadi senga. Endi bu narsa qilib o'g'lim deputat, o'g'lim unaqa deb onang uylantirib qo'ysa, o'shanda endi emchak ko'rasan. Xudo berib qolsa unda ham birorta julli-mulli emchakda. 10 gacha ko'rmaysan, всё. 5 ga 1da uraver parnoga tomosha qilib. Opasi bevaman deydi, singlisi opammi eri bor deydi. Aldashadi, opasining eri yo'q. Bitta bolani ilashtirib olgan. Eri yo'q, eridan qochib ketgan opasi. Eridan qochib ketmagan, eri quvib haydagan. Yosh bola bilan o'ynayotganini bilib qolib, quvib haydab borgan. Hozir bitta yosh bola bilan yuradi. Aytdi-ku, kelin aytib berdi-yu, kamerani opasiga qo'yishgan, menga emas deb. Kelin aytib berdi-yu, opasiga qo'ygan kamerani, menga emas. Opasi kelinni ham hayotini buzmagan, bu yoqqa olib kelmagan o'ynashini deb kamera qo'ygan dedi. Gulixonga salom deng, rosa sevdim shu qizni. Beg'ubor bolachaga o'xshaydi deydi. Siz aytyapti. Lilni gapiring deydi. Lilni gapirmayman. Munisipaga aytishdi-ku, Lildan pul olib qo'y. Pul bergan menga $10,000. Lilni gapirmayman. Dugonam yomon. Meni gapirmasin deb uylanib ham qo'yib tashaveradi. Bir-biriga mos ekan. Siz mazhab qilib yashin ularga faqat hayfga. Erim pochkasini bir sotibdi, bir yil oldin. Nima qilay? U payt tanishmasdik. Jasmin qarang. Ikkinchisini sotib sizga mashina olib bersin, asali. Ikkinchisini sotib. Ayol kishini sevish kerak, mashina olib berish kerak. Mashina olib bersin ikkinchisini sotib. Nilufar zo'rda. Nilufar, voy hozir men sizlarga ko'rsataman. Hozir men bu qiz meni kuydirib o'ldirdi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Nilufar! Maqa keling. Voy o'ldirdi bu qiz meni kuydirib kul qildi bu qiz meni. Kuydirib oxiri kul qiladi. Sochini aptini ko'rsanglar qo'rqib ketasizlar. Почти $500 ga sochini bo'yatib ketdi. Bu sochning ahvolini ko'ringlar. Ko'rsataylik endi bu urodstvani. Sochni svetini urodstva Nilufar qari kampirlar bunaqa svet qiladi. $500 ga shuni qildirib ketdi. Menga aytmasdan ertalab qochib ketib, borib yozdirib, pul tashlab bering deydi. Xuddi menga pul berib qo'ygandek. Janotim siz bor, men bor. Buni qaranglar svetda. Ko'rsating. Javtar YouTube. Qaranglar kampirlarni svetda. Shunga $500 berib, svetga uzoqroq turing. Bu uzoqroq. Tepasidan orqasini qilinganda. Buni qaranglar, cho'zi svet, cho'zi ужас. Bundan ochiq svet ko'rsatim, bundan ochiq svet yonib ketadi soching dedi. Mana uchini qarang. Mana qarang. Mana qarang. O'zim sochim. Ужас, essiz. $500.
Men o'zim bo'yab berardim, desam yo'q deydi-da. Opa siz bir yo'lga kal bo'lib qolaysiz. Nimaga kal bo'lasiz? Go'zal bo'lardi. Men hayot sochini ko'rganman boshi bilan. Men vashi shkarni bo'yab, ana Gulinikini bo'yaganman. Ayting Guli. Yarashibdi, kampirga o'xshab qolgan, kampirga. Ya yarimi kulrang, tagi sariq. O'zini sochi bro mayli naroshinniy bo'lganda ham mayli edi. Naroshinniy bo'lganda ham so'kmasdim, o'zingiz sochingiz bo'yamang deb so'kdim. O'zini nastoящий sochi naroshinniy emas, xayib. Essiz. So'kib berdingizmi? Ha? Xayibda, endi o'zini sochi. Birovniki mayli naroshinniy bo'lsa ham bo'yasa bo'laverardi. Endi shuncha o'stirgan sochi xayibda. Ana salonchi ham shunaqa dedi. Luntik gide deydi, luntik. Nima yeyapsiz? Luntik pasta. Men qo'rqitib keldim, luntikdan uzun qarayga pa. Luntikdan mamada qo'tigan o'shin. Kuyib ketdi bechara sochi. Xayib, essiz. Qayerga ketyapsiz? O'tiring maytda. Kino ko'rmang deyapti xalq. Maytda o'tirsin deydi. Luntik moya любовь. Bechora luntik ko'ti bo'sh, ko'yni bo'sh. Boshqasi bo'lganda mana qo'lidagi sumkasi bilan putaq qilib beton oldiga tushirib berardi. Mendaqasiga uchrab qolganda o'zi ham orqamdan yugurishiga emas, qorniga qaratib, matkasini orasiga qaratib, shplaq qilib tepardim, amiki tomonga ayrilib ketardi. Lunchik endi bo'sh, слишком женщина. Qoching mendan, qoching deb ketaveradi. Pashton nahxu shalaba deb turib ketaverdi. Opa, Nigina nima bo'ldi deb bilmadim. Endi opa, Nigina nima bo'ldi? Men qayerdaman, nima bo'lyapti? Toshkentda jalablik qilyapti shekilli, bilmadim endi nima bo'ldi. Qo'ri o'lmasman-ku asali. Yuribdi shekilli biror narsa qilib. Endi ixtiyori o'zida, oldin Jasmin opasi bo'lardi, hamma yo'g'ini, hamma prixitini to'laydigan. Endi ixtiyori o'zida ishlayapti, bolacha kvartira to'lash kerak, kiyim qilish kerak, tirnoq qilish kerak, kiprik qilish kerak, soch qilish kerak. Hammasini rasxotiga o'zi pul qilib, o'zi to'lab yuribdi. Shu paytgacha Jasminaxon to'lardi, endi bo'ldi. Endi o'zini ishini qilib yuribdi, pul topib, tirikchiligiga ovqat olish kerak. Qonim to'q, ertagaligini o'ylamasdan yashardi. Endi ertagaligini o'ylash kerak, nima bo'ladi. Niginaga nima bo'lganda aytib bering. Men yo'q edim u yerda. Mana tirik guvoh aytib bersin mana. Pavarachot qilyapman. Nimaga Nigina Rossiyadan ketdi? Chunki kvartirada Tomi ketib qolib, shu bitta qo'toqning orqasidan Tomi ketib qolib, chekib olib, oynadan tashlayman deb oynadan tashlab yuborib, o'zini biz Mikapa bilan kim bilan edi u qiz u yerda? Qora, yagona bo'ldi, ikkalasi keyin biz borganmiz ularda hozir. Nimaga bordinglar sizlar? Nimaga o'zi nimaga bordinglar? Siz aytib, ana unga qaranglar, o'zini yo'qotib qo'ygan, mamla qilib o'tiribdi deganingiz uchun biz borib, unga qarab o'tirganmiz. Agar siz aytmaganingizda o'lib ketsa ham bormadik bunaqa qilib. Keyin o'zini tashlab olmoqchi bo'ldi, ko'chaga chiqib milisaga ushlab berdi. Keyin u yerdan deport bo'lib O'zbekistonga ketdi. O'zbekistondan mana yerga siz olib keltirsiz, bilet olib kelib. U dalbebga o'xshab chekib olib, o'sha bitta qo'toqdi deb, qo'toqning orqasidan strada qilib, shunaqa bo'ldi. Dalbeb bo'lib qoldi. Bo'ldi shu. Ko'tiga spermani qo'yib olib, men ikki xatman deb. Ikki xat bo'laman deb. Yo'q-ey. Nima bo'ldi? Bir kun spermani ko'tiga olib yurib, oyog'ini ikkita tepaga qo'yib olib, men ikki xat bo'laman shunaqa qilsam deb. Dalbeb bilan. Men gapirganim yo'q, mana eshitdinglar o'z svidetелlarning og'zidan. Men u yerda yo'q edim, men Turkiyada edim. O'zingiz bir narsa qo'ymasin, borib o'tiringlar demagansiz, o'sha kuni borib. Просто gaplarni eshitib men tushundimki, что ancha Turkiya bo'pti, mayli ochiqchasiga endi yomonlashmasa, Turkiyada bo'lgan voqeani aytib beray, bo'pti. Shularga jaq qiziq bo'ladigan bo'lsa. Yonimda qizlar borligida yonida aytib beray. O'zbekistonga deport bo'lib ketdi. Nukusga bilet olib bering, opa iltimos dedi. Toshkentga uchirishib yubordi-da, Rossiyadan.
Bu yerda yomonlash yo'q, haqiqat bor. Rossiyadan Toshkentga uchirish vardı. Toshkentdan men Nukusga bilet olib berdim. O'zimning yonimdan, beskoristdan. O'zim yonimdan bilet olib berdim. Nukusga borgandim. Nukusda ota-onasi kirgizdirmadi uyiga. Keyin kvartirasi ham yo'q edi. Gostinitsada o'tirib, gostinitsada bir kun qoldi. Bir kun qolib, gostinitsaning pulini to'lamasdan ham keyin nima bo'ldi desam, yetib keldim dedik. Bo'ldi, mayli, bo'pti desam, xayrlashmoqchi edim o'sha paytdayoq. Hunariga yarasha. Voy, gap ko'p gapirsa, gapirgim ham kelmayapti realdan. Gap ko'p. Uni xo'ja yigitini akasi lesga olib borib o'ldirayotganda kim olib keldi? Mana Nilufar aytib bersin. Mana shu olib kelgan. Qayerga olib, nimaga olib ketib qoldi akasi? Olib borib o'ldiraman deb bahna degan. Qancha kilometr uzoqlikdan olib keldik? Bizdan voy, daxuyo 1,5 2 soatlik yo'l deydi u. Na. Siz telefon Mana Guli ham bor. Nima bo'lgan Guli? Qayerdan olib keldik? iltimos qo'yib yuboringlar deb opa telefon qilib aytgan uchun keyin qo'yib yuborgan akasi olib o'rtaga tushganlik. Meni gapirib chiqqani, meni nimaga gapirib chiqdi bilasizlarmi? Qarochi Turkiyada yurgan paytda targov sentriga olib chiqdimda, endi ko'nglini ko'tarish uchun nigina dedim. Mana pul bor dedim yonimda. Xohlaganingizcha kiyim qiling, ko'nglini ko'taring, nima bo'ldi deb. Xohlaganingizcha kiyim qiling dedim. Magazinga olib chiqdim. Oling xohlagan narsangiz dedim. Oldi kiyimlar oldi, ko'ngli ko'tarilarmikin deb uyga kelsak, yo'q, asha ahvol hali ham. Ko'chaga chiqib ketib, aylangani chiqib ketib, qaytib kelsak, men yolg'on gapiryapmanmi yo Guli? Qaytib kelsak, qo'lini sindirib olibdi. Men o'ylabman, biror joyga urib oldi deb o'ylabman, stenkaga, или там devor-pivorga urib oldi debman. Keyin оказывается, o'zi devorda urib, qo'lini sindirib olibdi. Tushunyapsizlarmi? Qo'lini sindirib olibdi. Eti birinchi marta emas. Guli aytyapti, opa biz boshqa yasha olmaymiz. Televizorga quloq solib, jim turinglar. Kimdir gapiryapti, meni yomonlayapti, jim turinglar deyapti deb meni qo'rqitdi. Kechqurun uxlashyapsam, men o'zingiz aytib bering Guli. Mana, meni gete yomonlaydi keyin. Siz ayting, meni yolg'onchi deb o'ylaydi. Nimaga ketkizdirib yubordik? Tamam, ketib qo'ygan. Aytib bering, nima bo'lganini. Men kechqurunlar nima qilardi? Uxlamasdi, kutardi, qachon kim uxlaydi. Keyin uxlagandan biz turganimizdan keyin u uxlardi. Nima yugurib yurardi nima? Odamlar boshqa ko'ziga ko'rinardi. Odamlar ko'ziga ko'rinardi, davolaning desak davolanmasdi. U O'zbekistonga ketgani prosta biz davolagani jo'natdik. Men dedim O'zbekistonda doktorlar gaplashib beraman, yotasiz больницаga deb jo'natuvdik. Оказывается, dugonam telefon qilib nima bo'ldi deb, nimaga Jasminni yomonlab chiqyapsan desa, Jasmin odam qo'ydi orqamdan, har bitta kvartira olganimga gostinitsa olganimga borib yomonlattiryapti ekan debdi. 3 ta odam qo'ydi dedi. Meni vaqtim bormi deylar. Endi yigiti bilan ajrashganiga tomi ketib qoldi. Mana uni aralashtirib yubordi, hammasi bo'lib tomi ketib qoldi. Endi chasta urushardi, bir-biriga pichoq tirardi. Uyda yugurib yurib qanaqadir nima qizizlardi, to'g'rimi? Shoirmonada. Eri shoirmaxonada ishlardi. Menga telefon qilib, eri shoirmaxona. Siz birga borganmisiz? Mana o'zi aytib bersin, ha. Bitta rasm ko'rsatyapti. Erini o'zini qo'li turibdi-da. Qarang, mana qo'l turibdi. Qarang, qo'l turibdi deyapti, screenshot qo'ygan. Keyin shoirmaxonaga borib, shoirmaxonalarning oynasini tiyib, hozir militsiya chaqiraman deb shoirmaxonaning ahraniga kelib. Hech kim yo'q, kiryapmiz, eri ishlab yotibdi, hech kim yo'q. Lekin mana rasmda turibdi-ku, og'iz orqa tarafdan chiqarib yubording sen dedi. Bo'lmasa mana katalakcha o'rtada. Qarachi erini rashk qilib, shunaqa tomi ketib qoldi. Rasmni ko'rsatyapti menga, video jo'natyapti. Ana orqasida qiz turibdi. Men bilmagandim, qizlar bilardigan, xolos u tom ketib qolganini. Men отдельно yashayman-ku Rossiyada. Rossiyada men отдельно kvartirada yashayman, Gulilar отдельно kvartirada yashaydi, Niginalar отдельно kvartirada yashaydi. Guli bilan ham yashamaydi. Guli hech qachon u bilan yashamaydi. Потому что eri bor janjal qilishadi deb yashamaydi. Menga video jo'natyapti bir kun, orqasida qarang, bitta qiz turibdi desa, men qayerdan bilay uni kasalligini? Ha, turibdi deb prikol qilibman. Ana opa aytayapti, turibdi ekan deb borib janjal qilib ketdi anaqaga. Erini 8 tami 9 ta ishdan haydattirdi, rashk qilib. Endi bilmadim. Yomonlasa yomonlaversin. Endi yomonlaydigan bo'lsa, mendan bir ikkita faktlar bor, uni olib chiqib, kecha istoriyada aytib qo'ydim. Tilimni qichitmang, pochtamda bir ikkita narsalar bor. Olib chiqib qo'yaman, keyin umuman bosh ko'tara olmay qolasiz deb to'g'risini aytdim. Mana haqiqat. Men o'zim gapirayotganim yo'q. Nilufar aytib berdi, ko'rganini, Guli aytib berdi, ko'rganini bo'ldi. Boshqa gap yo'q bu yerda. Yomonlab chiqqani o'sha unga
uni miyasida qayerdadir podsoznaniyasida кажется, что men O'zbekistonda orqasidan odam qo'yib kvartiralarga bir yomonlattiryapman ekan. Qayerdan kvartira xizmat qildi men bilmasam. Qayerga ko'chib ketdi men bilmasam. Qayerdan gostinitsa oldi men bilmasam. Qayerdan orqasidan odam qo'yaman. Kallasi ishlamay qolgan просто и все. Var bilan orqasida yuribmiz. Var bilan orqasida yuribmiz. Oxirigacha qo'rqadi bu. Kamila Buxoroyskiy bilan gaplashasizmi? Yo'q, unaqa odamlar bilan gaplashmayman. Men hech kim bilan gaplashmayman. Translar bilan, geylar bilan hech kim bilan gaplashmayman. Hech kim bilan. Men o'zim bilan o'zim ovora. Men boshqa temada kiruvdim. O'z so'raganinglar uchun prosta har doim yozaveryapsizlar, shuning uchun aytib berdim. Bo'ldi, shu bilan tema yopildi. Agar meni gapirib chiqsa, o'sha boshqacha gaplashamiz. Agar biror narsa deb chiqsa, fakti bo'lmasa, endi boshqacha gaplashamiz. Bir marta indamadim. Yaxshi ko'raman, mayli tuzalib ketsin shu qiz ham. Meni gapirsa agar yengil bo'lgan bo'lsa, gapirsin deb indamadim. Lekin indamaganligim qo'rqyapman degani emas. До сих пор так. До сих пор так. Qozog'istonga borganda qozog'istonlik bitta qiz, bizga o'xshaydigan qiz telefon qildi. Hali ham tuzalmabdi, opa, o'sha dedi. Endi ononga o'taylik. Poxriniga ketganga. Dilyara Primoy Kota 5000 dardida. Hozir primoy efir qilgan ekan, qizlar kirib qolibdi. Qizlar kirib qolib, ataylab yozishibdi. 5000 bersa tinch qo'yasizmi desa, ha, rasxodlarimni to'lab bersin. Aytaman, maqtab chiqaman, конечно, deydi. Dolbayib. Gapirardim. Qizlar yozyapti. Agar 5000 berganda Jasmin yaxshimidi desa, ha, videolar qilardik billa. Mana da yordam berdi, aytardim, dadam oxirigacha turib berdi derdim, deydi. Pechenye bilan anaqa olib keling, Nilufar. Ha, boshqa narsa ko'tarib kelmang, adrenalin. Shu qizga o'rgatib charchadim. Adrenalin ichmang, jigar ketadi deb charchadim. Nat olyapti ekan, jigar ketmas ekan, ko'rdinglarmi? O'zimni gapimni o'zim betimga uryapti. Bitta hujjatim bilan nat olaman, yaxshi o'shida. Ko'rdinglarmi? O'zimni gapimga o'zimga urib yuribdi, adrenalin ichib. Dadasi nima bo'ldi? Dadasi bilan birovning ishi yo'q. Dadasi bilan hech kimda ishi yo'q. 5000 bersa bo'ldi, $5000 bersam bo'ldi. Dadasi bilan hech kimda ishi yo'q. Biror marta dadasini qo'yganini ko'rdinglarmi? Biror marta dadasini qo'yib, mana dadam sog'ayib ketdi, yo bo'lmasa dadam og'irlashdi deb biror marta ko'rdinglarmi dadasini gapirganini? Gapirmaydi. Dadasi bilan ishi yo'q. Ular opa singil ikkalasi ersizlar pul qo'moqchi edi mendan. Men bu yerda turmushga chiqqanman, meni pasportim ko'k pasport, turk vatandoshiman, sizga kimlik, siz yutkizib qo'yasiz, qo'ying, bering $5000, bering $5000, siz yutkizib qo'yasiz deb rosa qo'rqitdi menga galazavoy qilib. Telefon qilsam ham sizniki dadasi bir chetda sigaret chekyapti, dadasi aroq ichyapti. Bir chetda. Aytdi-ku qizi o'z og'zi bilan. Dadam aeroportda ham kayf bo'lib ketgan deb. Rostdan ham Guli nima Luntikning videosidan populyar bo'lib ketdi. Bilasizmi? Luntikning videosidan topga chiqib ketdi. Meni kanalimga bering deb chiqing, Luntik aka. Dadasi Toshkentda ekan-ku. Yo'q-e? O'sha dadasini jo'natib yuboribdimi? Dadam больницада dedi-yu primoy efirda. Bir paytda primoy qilyapsa, men uni ko'rmayman. Umuman qiziqmas odam. Men uni umuman ko'rmayman. Men dushanba kuni seni ushlab ketishadi, savjilikka deganim uchun turib deb qochib ketdi-yu. Poxriniga ketaman. Hozir poxrinni ko'rsataman. Dedi, hech qanaqa poxrin yo'q ekan-ku. Bugun uchib boraman. Samolyotim atmen bo'pti, ertaga ekan samolyotim dedi-yu. Eshitmadinglarmi?
Adasi Toshkentda deydi. Rostdan. Adasi Toshkentdami? Rostdanmi? Oilaviy dalda. Lunchik rosa sodda yaxshi qiz deydi. Sodda. Rosa so'kdik Lunchikda. Urmaysizmi poqilladi? Yo'q, urma dedim. O'zim aytdim, urma. Keyin yozganimizda o'zimizga minus bo'ladi deb. Toshkentda deb eshitdim men ham dedi. Ashun точный informatsiya bilaylik. Ulug'norga yana kelish niyati bormi? Ko'ramiz. Jasmin, siz Turkiyada deport ochadigan shirkat oching. Voy, deport hech kim ochib bera olmaydi asalim. Kim sizga unaqa gaplarni aytyapti? Hech kim ochib bera olmaydi deportda. Только çalışmayizing qilib, ili bo'lmasa universitetga topshirib kelishingiz mumkin. Pulingizni aldab olishib oladi. Ishonmang. E-mail'dagi dokument qilib beramiz, universitetga topshiramiz degan anaqa nimalarga ham, shirkatlarga ham asobi ishonmanglar. Shirkatlarga yaqinda bittasini chiqaraman shekilli. Umuman ishonmanglar bu yerda yolg'onchilarga. Shirkatlar bu yerda qasamxo'r ekan, realno. Bittasi bitta shirkat ikkita kimlik qilib beradi, uchinchisini chichib qo'yadi. Ikkinchi shirkat ham bitta kimlik qilib beradi, to'rtinchisini chichib qo'yadi. Qilmanglar, ehtiyot bo'lib, tekshirgan, proveryat qilgan odamlarda qilinglar. Juda ham yomon bo'lib ketdi. O'g'lim uxlab qoldi. O'g'lim meni. O'g'lim shunaqa meni oldim deb uxlab qoladi. Hech kim yo'q bo'lsa keladi xolos. Yoting o'g'lim. Qizim yotishni qaranglar, odamga o'xshaydi. Podushkaga boshini qo'yib. Yulduz Usmonovaga murojaat qilib chiqdi-yu, ha, Yulduz Usmonova rosa telefon qilibdi, tusha olmabdi. Zanit ko'rsataveribdi telefonni, rosa telefon qilibdi. Lil telefon qilibdi, dazvanitsa qila olmayapman, chiqarib yuboringlar deb. Oygulga ayting, lichkasiga qarasin dedi. Luntik! Lichkangizga qaraysiz ekan, kimdir yozyapti ekan sizga. Populyarniy ayol bo'lib ketdingiz, hamma luntik deb yotibdi. Aytgancha o'qish nima bo'ldi? 20 kundan keyin boshlanadi o'qishdan. Короче, men anaqa ochyapman, shirkat ochyapman bu yerda. Место olyapman mana atrofdan, uyimiz atrofidan, shu yerdan kelib mahsulotlarimni olib ketsanglar bo'ladi. Lil Xuramdan nima gap opa? Uylanyapti ekan dugonam. Uylanyapti ekan. Soat nechi? Bizda 12 bo'lay deyapti. Adasi Turkiyada, Jasminni chalg'itmanglar. Bil bo'lmaydi bular, xitriylar, dadasini sekretni ham jo'natib yuborishi ham mumkin. Блядь, если даже думать логично, вы ни в чем не виноваты. Купила она, сама сделала капельницу, если сделала, конечно. К вам какие претензии? Я сама в шоке. Какие претензии ко мне? Крайний случай, если у меня взяла бы, я бы объяснила бы. Нельзя делать таким больным. Нельзя делать, сказала бы. Но она не у меня брала, у Леры забрала. Jasmin Annularni og'ziga bergan birinchi videosida dadasini qorni dadasini qorni dadasini qornini yostiq bilan berkitgan ekan. Dadasini qorni O'zbekistonda ham bo'lgan. Hech xavotir olmang. Eski rasmlarni ham qo'yishgan. Bitta Dalil bitta video qo'ydi. Dadasi jemperda bunnidan shlanka chiqib turdim deb bunniga boylangan. Unday qilib yotibdi qora jemperda, ko'rdinglarmi? U O'zbekistondagi video. U bu yerdagi video emas. Turkiyada shunaqa issiq, даже muzlab yuradigan odam ham unaqa jemper kiya olmaydi.
Bu yerda juda haddan tashqari issiq. Chidab bo'lmaydigan darajada 40 gradus. O'zbekistondan ham naverna issiq. U eski video, anaqada qilingan video. Fevral oyida qilingan video O'zbekistonda. Лунтик Тай. Здравствуйте, Жасмин. Что вы думаете про Шахзоду певицы? Как вам она, как в личность? Я ее очень люблю. Она, ну, песни то, что не поет плохо. Я ее песни очень люблю. Ситора. Men uni tanimayman, kim u? Prasad. Bir soat o'qiydi primoydi. Kim o'sha kim? O, meni pecheniylarim keldi, men sizlarni sevaman. Muhabbat bizni tark etmasin. Muhabbat hech qachon tark etmasin. Hech qachon shantajchilarga pul berib o'tirmanglar. Bu yerda zakon bor, zakon. Sizlarni rasmiylarda shantaj qilib rasmiyni ham yo'qqa chiqarib yuboraman deyotganlar, sizlarga moralniy ущерб to'laydi. Так что qo'rqmasdan sudga beringlar. Yolong'och rasmiylarni chiqarib yuboraman deydimi, boshqa narsalarni chiqarib yuboraman deydimi, har doim yutasizlar. Hech qachon birovga shantaj qildirib qo'ymanglar o'zingizlarda. Hech qachon. Milliarder bo'lasizlarmi, milliarder bo'lasizlarmi, pulinglar oshib toshyaptimi? Hech qachon birovga shantaj qildirib qo'ymanglar. Mana Lunchik. Известная женщина. So'rayapti hamma Lunchik qani, Lunchik beg'ubor deb. Hech ham beg'ubor emas, tupoy. Odamlar, men sizlarga uni profili blok bo'lsa beraman dedim. Bittasi aytib yoribdi, yozib yoribdi. Men rosa jalb tashadim, blok bo'lmadi, pulini tashab beringlar deydi. Men sizlarga puli blok bo'lsa dedim. O'zi 40 tada blok bo'lib ketish kerak, bu harom blok bo'lmadi. To'ptalik uchun blok bo'lmayaptimi? Men sizlarni sevaman. Muhabbat bizni hech qachon tark etmaydi.